Assalomu alaykum azizlar. Koreyadan jenshinlarimiz yetib keldi. 6 yillik jenshin. 6 yil yer tagida turadi. Undan hozir malham tayyorlab, mana tayyor, ichishga tayyorlab jo'natishgan. Bu nimalarga foyda? Bu jenshin immunitetni ko'taradi. Qon bosimini me'yorlashtiradi, saharni tushiradi. Vazni ko'p odamni vaznini yo'qotishga yordam beradi. Og'riq insonlarni semirishiga yordam beradi. Ayollar gormonal o'zgarishlarni yaxshilaydi. Ichki organizmlarni yoshattiruvchi xususiyatiga ega. Erkaklardagi jinsiy zaiflikni yo'qotadi. Hozir ko'pchilik immuniteti past, holsizlik bezovta qilyapti. Shundan ichishni tavsiya qilaman. Original uyquni yaxshilaydi, stressni oldini oladi. Juda ham ko'p narsaga foydasi bor. Bu 285 ming so'm turadi, 240 gram bo'ladi. Mana ayollar jinsiy zaifligiga, bu erkaklar jinsiy zaifligiga. Bu og'riqni ustiga yopishtiruvchi jenshindan qilingan qizdiruvchi plaster hisoblanadi. Buni ichilish tartibi, mana qoshiqchasi bor. Shu qoshiqchada 3 mahal och qoringa iste'mol qilinadi.